Barchangizga salom. Bugun kartoshka men ет qovurib жатырмын. Kartoshkani açıp, tozalab, osылay qovurib alamız. Kızargancha men 1,5 kilo kartoshkaga 1 kilo ет qovurib saldım. Kızargandan keyin bölegi tısqa salamız. Soğumayga etimizni salib qovuramiz. 7,5 saat yaxshilab qovurib chiqamiz. Qovurilgandan keyin buni da alamiz. Qizib turgan o'sha mayga kartoshkamizni salib qovuramiz. Ет salamız. Piyazı salamız. Damdevish salamız. Negizine etni tuz ko'p salib qovurganmiz. So'ngisdan tuz salmay жатырмын. Demdep qo'yamiz. Biz kartoshkamiz ademi qizil bo'lib pishib chiqibdi. Men osılay shetini kartoshkalarni terib chiqdim. Ortasına qolgan etlerimizni salib chiqamiz. Üstüne piyaz turab sanjiymiz. As bo'lsin.